Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Mana oyimiz tugayapti. O'zim yana bir bor tanishtirib o'tay. Mening ismim Shahnoza Bobanazarova va qarabsizki, prямой efirni poyezdda Moskva, Sankt-Peterburg, Moskvaga ketayotib olib boryapman. Onlayn ishimiz har doim hamma joyda bemalol yurg'izishimiz mumkin. Shu tarafi plyus. Вот. И bugungi prямой efirimni sababi juda ham hozir rozыгрышlar va aksiyalar bo'lyapti kompaniyamizda. Bu rozыгрыш haqida faqat o'zingizlarda saqlamanglar. Buni boshqa hamkorlaringizga ham aytinglar. Обязательно. Даже bu haqida klientga ham aytsanglar bo'ladi. 100 ball, ya'ni 700 ming atiga so'mida hisoblaydigan bo'lsak, 700 ming, 750 minglik mahsulot xarid qilasan va shu 4 millionlik rozыгрышga seni qo'shaman deb aytishingiz mumkin. Undan tashqari esa yana bitta rozыгрыш bor. Bitta olgan xariding 710 mingmi, 700 minglik deylik, xariding undan tashqari yana bitta rozыгрышga ulguradi, ilinadi. Yana gruppada bilasizmi shu aksiyalarni aytganinglardan keyin. Undan tashqari esa o'sha rozыгрыш haqida mana shablonchiklarini ham tashab qo'yganman. O'shalarni gruppamizdan olib o'zingizlarni klientskiy gruppalarga tashab, o'sha yerda izohiylarni video сообщение qilib, azizlarim, zo'r promo bo'lyapti. 100 ballik mahsulot xarid qilasiz. Bitta boy texnikada qatnashasiz. Undan tashqari esa 150 va 300 minglik pulda qatnashasiz. Shunaqa deyvering, 150 deyvering уже. Farqi yo'q, balki kurs o'sib qolar. 150 minglik shunaqa qatnashasiz. Bu haqida batafsil bilishni istasangiz, linkchikamga o'ting. Hammasini tushuntiraman. Shartlari oson, atigi qulay xarid. Sizlar uchun qulay xarid. Xarid qilishni ayni payti hozir именно xarid qilish kerak. Chunki zo'r rozыгрышlar komandamiz, ya'ni kompaniyamiz, kompaniya deyveringlar. Komanda desanglar, mijozlar uncha tushunmaydi bu narsani. Kompaniyamiz sizlarga taqdim etyapti. Zo'r aksiyalar bo'lyapti. Aksiyadan foydalaning, sog'lomlashing hamda o'zingizni xonadoningiz uchun bitta boy texnika yutib oling. Kir mashinami, xolodilnikmi, farqi yo'q. Xohlaganini o'zingiz olasiz. Bu yerda esa pul, xaridingizni pulini qaytarib olishingiz mumkin. Bitta xarid bilan shuncha sovg'a azizlarim deb o'zinglarni gruppalarda jar solishinglar kerak. Обязательно bu haqida esa o'zinglarni hamkorlarga ham aytib chiqishinglar kerak. Mana shunaqa bo'lyapti, обязательно qatnash deb. Chunki ko'pchilik hamkorlar zakaz urgandan keyin zakazini hech kimga fakturasini tashlamaydi-da, rozыгрышga qayerda qo'shilishni bilmaydi va shu rozыгрыш haqida ham xabari bo'lmaydi, qo'shilolmay qoladi. O'sha narsadan sizlar nastavniklar xabardor bo'lishinglar kerak va o'zinglarni hamkorlaringlardan har doim xabardor bo'ling, chunki bizni lichniy kabinetimizga уведомление keladi. Birinchi liniyami yoki keyingilarmi, mana shu odam zakaz urdi, shunchalik, shuncha ballik deb kelib turadi. Menga shunaqa kelganida, rozыгрыш bo'layotgan payti men обязательно o'sha kim zakaz urgan bo'lsa, hozir telefon qilaman-da, voy Nazira opa, siz zakaz uribsiz, 80 ballik zakaz urib qo'yibsiz. Hozir men sizni shu rozыгрышga qo'shib qo'yaman. Fakturangizni menga tashlab yuboring deyman. Обязательно aytaman, xabar. Shunaqa rozыгрыш bo'lyaptimi deydi, ba'zida bilmaydi. Bo'ldi, mayli, hozir qanaqa berib boraman deydi. Qog'ozinimi yoki lichniy kabinetidagi parol loginini olib kirib ola olaman. Ba'zida ko'pchilik mijozlar bilmaydi-yu buni. Siz bilasiz, o'shancha kirib olib olamanda, rozыгрышga qo'shaman. Hech kimni qoldirmaslikka harakat qilaman. Shuning uchun sizlarga ham maslahatim, hech qaysi mijozingizni ham, hamkoringizni ham qoldirmanglar. O'zini rizqini o'ziga berish kerak. Shunda sizni komandangiz halol va kattaradi. O'sish zo'r bo'ladi, hurmatingiz oshadi. Shuning uchun обязательно eslatib turinglar. Rozыгрышlar haqida unutmanglar. Hattoki mijozga ham. Mijozni qanday rozыгрышga qo'shasiz agar u ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa? Shu savol ham bor. Shunga javobim. Agarda mijozingiz ro'yxatdan o'tmagan, lekin sizdan 100 ballik, 700 minglik mahsulot xarid qildimi, siz unga prям ochiq oydin ayting. Siz hozir rozыгрышga ilindingiz. Men sizni hozir shu rozыгрышlarga qo'shaman deysiz. Uni olganingizdan keyin siz o'zingiz nomingiz bilan qo'shilasizda, lekin qaus ichida to'ldirganimizda uni ham o'rgatib qo'yaman. Yozib qo'yamiz, klientingiz ismini yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Misol uchun, Nargiza qanaqayevdandir familiyasini so'rab olasizda. Shu klienti bo'ldi. Lekin bu yoqda siz ismingiz turadi. Ya'ni sizni nomeringiz, sizni shaxsiy kabinetingizdan mahsulot xarid qildi, lekin u klient. Ertaga rozыгрышimizda generator orqali o'ynaganimizda shu yutib olgan bo'lsa, siz yutib olgansiz, lekin yonida qavs ichida siz klientingiz deb turibdimi? Demak, o'sha odamga karta raqamingizni tashlang, sizga pul tashlaymiz. Siz yutib oldingiz deysiz. Qarabsizki,
klient ham xursand, siz ham xursandsiz, siz jar solishingiz mumkin. Albatta bu haqida agarda mijozlar yutib oladigan bo'lsa, обязательно bu haqida o'zimizni gruppalarimizda jar solishimiz kerak. Mana bizni klientimiz, mani mijozim, gruppadoshim yutib oldi. Mana qatnashdi, azizlar, hamma qatnashishi kerak, обязательно. Bu bor narsa degandayda. O'sha mijozdan ham yutib olgandan keyin обязательно iltimos qilish kerak, чтобы u video сообщенияmi yoki голосовойmi yoki rasmga tushibmi aytib yuborish kerakda, o'zini izohini qoldirishi kerak. Bu izohni esa gruppaga tashlash kerak. Даже mahsulotni sizdan xarid qilayotganda ham mijozlardan xarid qilgani haqidagi isbotlarini, sizga minnatdorchiliklarini обязательно gruppaga tashlab boringlar. Chunki boshqalar xarid qilayotganini ko'rishi kerak odamlar. Agar buni ko'rmasa, albatta gruppangiz jim o'tiraveradi. Chunki hech kim olmayapti, menga ham qiziq emas deydi. Agarda odamlar olishni boshlasa, boshqalar ham qiziqib yozadi. Bundan narsa olyapti-ku. Qanman ham so'raychi deb yozishni boshlaydi. Lichkasiga ham o'tib обязательно yozishinglar. Mana hozir shunaqa zo'r yangiliklar bo'lyapti. Adashmasam hech narsa esimdan chiqmadi. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Yaxshimisiz, Shahnoza? Siz yemisiz? Charchamayapsizmi? Mazza qilyapsizlarmi? Gulapa yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi dam olyapsizlarmi? Yaxshi o'tkazinglarmi? Tabriklayman. Rahmat. Shunaqa nimalarda qatnashib, shu yoqda olganlaringizga Xudo xolasa bizga ham nasib qilsin. Ish ko'payib ketdi, shuning uchun ham rosa ulgura olmadim. Hamma hamkorlar uchun aytaman. Bilasizlarmi nima? Uy ro'zg'or deymiz. Uyda ishi deymiz. Bu hech qachon tugamaydigan narsa-da. Uydagi oilaviy tashvishlar deymiz. Bu ham hech qachon tugamaydi. Lekin bir kun muvaffaqiyatga erishayotganimizda orqaga qarab naqa deymiz. Voy ahmoq, ertaroq o'sha ishlarni qilsam bo'lmasmidi? Voy o'shanga qarab o'tirmasdan undan ko'ra men bu qurg'ur ishimni rivojlantirsam, millioner bo'lib o'tirarmidim ertaroq. Mayli, nasib qilganiga shukur, bizni xalqimiz shukur qiladi faqat. Mayli, yetib shukur deymizda, lekin ichimizda afsus bo'ladi. Manda hozir afsus bor. Chunki ertaroq harakat qilmagan ekanman deb afsuslanaman. Mayli, berganiga shukur, harakatdamiz. Vaqtida qilyapsiz, hozir ham qilyapsiz mana. Undan ham yuqoriroq mana muvaffaqiyatlarga erishing, Xudo xolasa erishasiz, bilaman. Endi prosta aytmoqchimanki, berilayotgan imkoniyatlardan ertaroq foydalanib harakat qilish kerak. Chunki ro'zg'orim, ishim, mana misol uchun agarda men hozir poyezdda ketyapman-ku, qanaqa qilib planyorkani olib boraman deb yotib olganimda, hozirlar men bilan gaplashib, mana shu yangiliklar haqida eshitmagan bo'lardinglar. Qarabsizki, meni ham keyingi pog'onaga chiqishim cho'zilaveradi-da. Tushunyapsizmi? Ishlash kerak. Qaytyapsizlarmi o'zi? Poyezddamisizlar? Moskvaga ketyapmiz hozir. Keyin esa уже O'zbekistonga harakat. Yaxshi, bu yoqlardan aylanar ekansizlar, unda Xudo xolasa. Shu kelib qolamiz, Xudo xolasa. O'shaning uchun hech narsa meni to'xtatmayapti. Nabrot, poyezdda bo'lsa ham, даже gostinitsada ham planyorkalar olib bordim, videolar ham olganman, hali hammasini qo'yaman, storieslar ham qo'yapman. Ish mana shu. Bizning ishimiz unaqa qiyin ham emas, onlayn ish. Hech kim nima deydi, menga ketmon berib qo'ymagan, yer chopmayapman yoki ertalabda joyga kirib ketib, bitta zdaniyaga shu bilan kechkilik chiqmayapman. Nabrot, yayrab ham tomosha qilyapman, ham ishlayapman. Shu yoqqa kelganimgacha mana Umida bilan tanishdim. Yo'l-yo'lakay tanishdim. Undan tashqari yana Aziza bilan tanishdim. O'sha ikkita registratsiya, uchta, yana bitta o'g'il bola ham bor edi. Uchta registratsiya qilib tashladim. Yo'l-yo'lakay, qarang, qanaqa ishlaymiz. Ishimizga gap yo'q-da, misol uchun. Xohlagan joyga ketyapti, ketaverasiz. O'shaning uchun avvalo Xudoga shukr. Shuning uchun iltimos sizlardan, aziz hamkorlarim. Voy, bolami mazasi yo'q edi. Voy, uyda ishim siqilib yotibdi. Voy, unaqa, voy, bunaqa, voy, ishlashim kerak, ishga borishim kerak. U yoq, bu yoq degan bahonani yig'ishtiring. Hammasini yo'l-yo'lakay qilsa bo'ladi. Biz ish qiyin emas. Shunchaki ham yozib olib, biz nima qilamiz? Internet chuqurlab Telegramda yozishib o'tiramiz. Undan ko'ra foydali ish qiling. Shunchaki yozishayotganda shunday kirasiz. O'rtoqaliklar, yaxshi yuribsanmi? Charchamasdan. Voy, hozir kompaniyamizda mana bunaqa yangiliklar chiqdi-da. Bilasan, bolang tinmay kasal bo'ladi. Mana shu vitaminlarni olib ber, azizim. Пожалуйста, bolang kasal bo'lmaydi. Mana suhbatlashishni yo'li. Men yurgan yo'limda mana shunaqa gaplashaman hamma bilan. Misol. Shunga vaqt bo'lmayapti-da. Mana shunaqa gaplashib, orasida savdo ham qilib ketaverasiz.
Yaxshi. Shunaqa gaplar. Xullas kalom Xilo- planyorkani uzoq Xiloda cho'zmay. poyam izlayapti sizni, cho'ti shartnoma. Men aytdim, u ketdi Sankt-Peterburgga. Voy, молодец deyapti u ham. Yangi hamkorlar taklif qilinglar обязательно. Hozir mana shu rozыгрышlardan foydalanib, yangi hamkorlar обязательно taklif qilinglar. Ham o'zini cashbagini oladi, ya'ni skidkasini, ham rozыгрышlarda qatnashadi. Вообще zo'r. Xullas kalom. Bundan tashqari, bu постоянство, klub 200 deganlarimiz bor. O'shalarga ham erishishi mumkin. Shunaqa. Shu. Kechagi anavi zapis ko'rdim, endi qatnasha olmay qolibman men. Yaxshi, cho'tki tushuntiribsiz hammasini. Ha, birodalasiga общий marketing planini aytdim. Hali O'zbekistonga borsam, normalniy qilib bizni biznesimiz marketing planini alohida normalniy video chiqaraman. Ну, hozircha shu bo'lib turadi. Пока. Bo'ladi. Xudo xolasa bo'pti. Mayli, Shahnoza, yaxshi kelinglar. Gul opaga salom. Salomat bo'ling, Bo'pti. charchamang. Mayli, Maylaringlar, e'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Hammaga omad tilayman va o'sishni tilayman. Xayr.